Hop, bismillah, assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan oxirgi marta 7 dars 4 qismida mending planimiz bo'yicha ishlagandik. Chornoy polga o'tib olaman. Biz sizlar bilan devorlar qo'yib chiqqandik, kolonnalar qo'yib chiqqandik, oyna, eshiklar, proyomlarni hamma yoqqa qo'yib chiqdik, to'g'rimi? Va shaxtani ham qo'yib chiqqanmiz. Umuman olganda bizda modeling bo'yicha hamma yoq tugadi, menimcha. Ko'rib olamiz, devorlar, eshiklar bor. Shaxta yarimtaki bo'lib qolibdi. Buni ko'tarib olishimiz kerak. Vысота 3300. Mana bo'ldi. O'sha kolonnamiz bo'ylab qo'yamiz. O'zi bu shaxta biz tepamizdagi, undan tepadagi qavatda ham, bizdan pastki qavatda ham bo'ladi. Bino ketgan bo'ladi. Shaxtamiz ham bor, eshiklarimiz ham bor. Xo'p, demak, endi bugun sizlar bilan nimani o'tamiz? Qaranglar, bugun shablon vida nimaligini ko'rib chiqamiz. Misol uchun qaranglar. Hop, hozir biz sizlar bilan обмерный planda turibmiz, to'g'rimi? Обмерный planda turibmiz. Endi mana bu joyda chap tomonda свойствоda qarasanglar, shablon vida degan narsa bor. Shablon vida nima? Bu ko'rinish shabloni. Ya'ni misol uchun mana обмерный vid, обмерный plan, обмерный vid bu alohida ko'rinish, to'g'rimi? Mana alohida bitta bu ko'rinish. Hop, qarang. Bu ko'rinishda qanaqa bo'ladi? Misol uchun обмерный vidda kelib turib, yezaman, michkani o'ng tomonini ezib turib, kopирование вида bor. Kopировать qilaman. Mana bitta kopiya qiladi. Xo'p, endi buni sal tortib olay bu yoqqa mana. Hop, chornovoy pol kopiya 1 bo'lib qoldi. Buni misol uchun ezib turib, nima chiqib turib, shunday qilamiz. Обмерный plan 2 deb turaylik. Hop, qaranglar, misol uchun buni kopiya qilib oldim. Обменный plan 1 bor, 2 bor. Hozir ikkalasi ham bir xilda. Hop, chornovoy polga o'taman birinchi planimizga. Hozir kolonnalar bizda mana bunaqa rangda turibdi. Bu judayam ko'rinish jihatdan yaxshi emas. Buni kolonnani rangini o'zgartirish uchun nima qilsak bo'ladi? Hop, bu yerda переопределение видимости bor. Ya'ni o'sha ko'rinishlarni belgilash deb turaylik. Ko'rinishlarni настройка qilish. O'tamiz. Mana bu yerda несущие колонны degani, ya'ni yuk ko'taruvchi kolonna. Mana bu kolonnalar несущие kolonna hisoblanadi. Shuni misol uchun biz o'zgartiramiz rangini. Qaranglar, bu yerda несущие kolonna bor. Mana bu galochkasi bu ko'rinish ko'rinmasligi. Misol uchun ba'zi vidlarda bizda ba'zi narsalar ko'rinmasligi kerak. Hop, aytaylik, biz обмерный planimizda hali mebellar qo'yilmagan bo'ladi. Shuning uchun biz mebellarni ko'rsatma degan buyruqni berib qo'ysak bo'ladi. Mana buni eshitsak mebellar ko'rinmaydi endi. Misol uchun несущие kolonnani nima ko'rsatma deb tursam, bizga ko'rinishi kerak, просто sizlar tushuntirish uchun. Несущие kolonnalar yo'qoldi bizda mana. Ko'ryapsizlar? Mana yo'qolib qoldi уже. O'rni yo'qoldi. Endi yana переопределениеga kiraman. Kirib turib, shu kolonnalarni ustiga yozib turib, применить OK qilsam, bizda mana qaytib keldi mana kolonnalarimiz. Hop, qaranglar endi. Yana kiraman. Kirganimda shu kolonnani yoniga borsam, umuman olganda hammasida ham yonida mana ikkita bo'lim turibdi mana. Proyeksiya поверхности, сечение turibdi. Misol uchun shu kolonna oldiga keldim. Qaranglar. Proyeksiya поверхности degani bu tashqaridan qirqilmagan paytda tashqi ko'rinishi bunaqa ko'rinishi. Misol uchun OK qilib turaylik hozir. 3D vidga o'tsam, mana bu narsalar proyeksiya hisoblanadi. Ya'ni поверхность hisoblanadi, ya'ni tashqi tomoni. Misol uchun turib stenani oldiga boramiz. Mana stenani, hop, tashqi ko'rinishi, liniyasi bu burchidagi liniyalari, misol uchun mana kiryapmiz-ku. Hop, qarang, liniyani ustiga kirsam, birinchisi vес turadi. Vес bu liniyalar qalinligi, qanchalik qalinligi. Misol uchun qizil qilib OK qilsam, OK qilaman. Mana ko'ryapsan, biz уже devorimiz burchidagi liniyalari qalinlashib qoldi. Hop, endi liniyalarni qalinlashtirdik. Misol uchun endi buni chornovoy polga o'tsam, lekin buni liniyasi qora turibdi. Nimaga qaranglar mana. 3D vidda bu qizil, bunda qora turibdi. Nimaga bunaqa degan savol chiqishi mumkin tabiiy. Hop, nima uchun? Chunki biz faqatgina mana bu proyeksiya поверхность, ya'ni tashqi proyeksiyasi va yuzalariga berdik. Mana bu yuzalarga berdik. Hop, endi planda ham bizda stenani liniyalari qizil tursin desangiz qanaqa bo'ladi? Misol uchun stenaga o'tamiz. Stenaga o'tib turib,
Mana bu secheniya bu qirqilishi. Shu planda bizda qirqilib turadi. Masalan, qanaqa qirqiladi desangiz, hop, o'tamiz-da, mana tekushi diapazon mana. Chap pastroqda granitsani pastida tekushi diapazonga kirsak, mana biz 1200 da qirqyapmiz. Misol uchun, e, shu birinchi etaj bo'lsa, polni 1200 separida qirqib turib, mana shu polni bizga planda ko'rsatib beryapti. Hop, o'taman. Endi qarang. Yana переопределение kiraman. Kirib turib, hop, stsenani oldiga borib, secheniyadan o'qiymiz. E, Besi 6 bo'lsa, ya'ni qalinligi ko'k qilib turamiz. Ko'rinishi uchun. Okey, okey qilaman. Okey qilaman. Mana bizda уже ko'k ko'rinishga boshladi stsenani. Ko'rdinglarmi? Bitta qizil, u yoqda ko'k. Hop, endi buni hozir stsenani ustiga ezib turib, отменить qilib yuboraman. Ya'ni bo'ldi, bunaqa ko'k yig'ishlar, ko'k, qizil narsalar deyman. O'kiymiz. Predvetga ham o'tib, bunga ham o'tamiz. Buni ham shunaqa qilib turib отменить qilib yuboramiz. Hop, 3D bilan oddiy 2D planniki alohida bo'ladi. Shabloni ham, настройкалari ham. Qarang, черная polga o'tib, endi biz kolonnamizni o'zgartiramiz. Hop, kolonnani, несущая kolonna, mana secheniyasini, liniyasi qora turaveradi. 2, okey. Bunisini aytaylik. Hop, bunaqa. Buni sal qizg'ishroq qilib qo'ysak bo'ladi. Okey qilaylikchi, nima chiqaramiz? Okey, okey. Mana bizda mana bunaqa narsa chiqdi. Shuni o'zgartirsak bo'larkan. Bu 1,5lik, buni sal qoraroq qilsak ko'rinadi yaxshiroq. Okey, okey. Применить, okey qilamiz. Bizda уже ko'rindi. Qaranglar. Endi biz черновой polni birinchisini qildik. Endi 2ga o'tsak, buni kolonnalari o'zgarmagan. Chunki mana bu vid bor-u, bu vid alohida ko'rinishlarini настройка qilsangiz bo'ladi. Bu vidga alohida ko'rinishni настройка qilsa bo'ladi. Endi qaranglar, shablon vida nimaligini endi mana endi yetib keldik sizlar bilan shablon vida nimaligiga. Hop, shablon vidada nima bo'ladi? Shablon vida yo'q bo'lsa, har bitta sozlamalarni alohida sozlab chiqish kerak bo'ladi. Xuddi biz sozlagandaqa, misol uchun shu kolonnalarni qizg'ish rangda ko'rsatib ko'rsatib berdi. Keyingi proyektimizda ham xuddi shunaqa qilib ko'rsatmoqchi bo'lsak, yana boshqatdan sozlab chiqishga to'g'ri keladi. Hop, misol uchun mana aytyapman, kolonna seriya emas, qora rangda ko'rinsin deb belgilaysiz. Keyin shablon vida qilib saqlab qo'ymasangiz bu настройкalaringizni keyingi loyihada ham boshqatdan shu sozlamalarni qilib chiqishga to'g'ri keladi. Hop, endi qarang, mana shablon vida yo'q bo'lsa, shablon vida bor bo'lsa nima bo'ladi? Misol uchun, shuni shablon vida qilib olsak qanaqa bo'ladi? Vidga o'tamiz. Vidga o'tib turib, shablonning видовga o'tamiz. Hop, создать shablon на основе текущего вида deydi. Ya'ni shu joriy ko'rinish, shu joriy vid orqali shablon vid yasash degan narsa bu. Hop, kiramiz, 01 deymiz. Обмерный plan deb yozaveramiz. Обмерный plan. Okey qilsak, mana shablon hosil bo'ldi. Ko'rinish sozlamalariga bir marta vaqt ajratib qilib qo'ysak kifoya. Keyingi safar o'sha shablon vidani tanlasak, hamma sozlamalar avtomatik vidga o'tadi. Bu qanaqa? Misol uchun mana biz shu vidda qilgan настройкаlarimiz orqali shablon vid yasadik, to'g'rimi? Endi mana bu vidda ham xuddi shunaqa qilishimiz kerak. Aytaylik, bu birinchi etaj bo'lsa, bu ikkinchi etaj. Buni ham kolonnalari bir xil turishi kerak. Hop, nima qilamiz endi? Shablon vidga o'tsak, ya'ni shablon vidaga o'tsak, обменный plan tanlasak, bu ham xuddi shunaqa nariginda qilingan настройкаlar bunga o'tib qoladi. Va mana bu yerda yozganimdaqa bitta qilib qo'yamiz, vaqt ajratib, keyin har bitta vidimizga qo'ysak, uni ishlab ketaveradi. Hop, shablon vidalar nechta bo'lishi kerak? Har bitta planimiz uchun alohida shablon vida yasashimiz kerak bo'ladi. Masalan, обменный plan uchun alohida, plan mebeli uchun alohida, plan elektrik uchun alohida shablon vid yasaladi. Hop, endi nimaga bitta yasab qo'ysak bo'lmaydimi degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q, bitta yasasak bo'lmaydi, chunki
har bitta plan o'ziga xos bitta ma'lumotni o'zini ichiga oladi. Misol uchun, обмерный planda biz loyihamiz joriy, hozirgi holati qanaqaligini bildiramiz. Montaj planda nima qurilayotganini bildiramiz. Demontajda nima buzilayotganini bildiramiz. Tushunyapsanmi? Masalan, demontaj planda loyihamizni qaysi devor, truba, elektr shit va boshqa narsalari buzilishi haqida ma'lumot berishimiz kerak. Endi u yerda mebellar joylashuvi, patologiyada qanaqa rangda bo'lishlarini bersangiz, u planda chalkashib ketadi, ma'lumot ko'payib ketadi. Shuning uchun biz o'sha qaysidir plan nimani berish kerak bo'lsa, o'sha ma'lumotni beramiz. Unda unga ko'rsatish kerak bo'lmagan narsani biz bekitib qo'yamiz shablon video orqali. Misol uchun mana обмерный planda, misol uchun, mana обмерный plan, shu yerga bitta mebel qo'yaylik. Bizda mebel bormikan? Hop, komponentdan ko'rsak bo'ladi. Mebellar ham chiqadi shu yerda bo'lsa agar. Vanna bor ekan. Vannani qo'yamiz misol uchun. Bu существующий deylik misol uchun, hozir vanna bor. Hop, endi qarang, обмерный planda vanna ko'rinishi kerak emas. Trubalar ko'rsatsak bo'ladi, to'g'ri. Misol bitta холодный вода bor, bitta горячий вода bor desa bo'ladi, lekin bu santexniskiy pribor kerak emas. Endi nima qilamiz? Shuning uchun biz bu joyga o'tamiz. Shablon videoga обмерный planga o'tib turib OK qilamiz. Hop, endi обмерный planda biz santexnikani ko'rsatmagin deb yozib qo'yamiz, misol uchun. Bitta santexniskiy pribor turibdi. Shuni galочкасini esse уже bizda santexnika ko'rinmaydi mana. Ko'rdinglarmi? Santexnika o'chib ketmadi. Ya'ni vanna o'chib ketmadi. Haliyam turibdi. Mana vanna bunaqa ekan. Manimcha bu kerak emas. Zaливка qilib buni высокий qilsak ko'rinadi mana. Hop, qarang, buni vannada shunaqa yasaganki vannani низкийda chiziq, среднийda ham chiziq, высокийda haqiqiy model ko'rinsin deb yasab qo'ygan. Buni endi nasib qilsa semeyство model semeyство yasashni o'rgatganimda, shuna video qilganda ko'rsataman qanaqa qilib shunaqa qilish mumkinligini. Hop, qarang. Bizda vanna turibdi, lekin o'tsak bu joyda yo'q. Vanna уже yo'q. Mana черный pol 2 ga o'taman. Черный pol 2 da ham обмерный plan turibdi. Обмерный planda mana net qilsak hozir baribir настройкasi qoldi. O'zini o'zgartiramiz. Misol uchun biz santexniskiy priborlarni yoqib turaylik. Mana. Hop, черный polda ko'rinmayapti. Chunki biz обмерный planda shunaqa настройка qildikki, bizga santexnika priborlar ko'rsatmadi, настройка qildik. Черный pol 2 da bo'lsa, ya'ni buni kopiyasida biz shablon vidani o'chirib yubordik va santexnika ko'rinib turibdi. Tushunyapsizlarmi? Endi shablon vida nima qiladi? Ya'ni shablon vida misol uchun обмерный planda mebel kerak emas, elektrika kerak emas, ko'rsatma deydi. Mebel planda misol uchun devorlar, kolonnalarni ranglari ham kerak bo'lmasligi mumkin. Shunaqa qiladi. Biz har bitta plan uchun alohida o'ziga xos shablon video yasab borishimiz kerak. Hop, bunga qaytsak, buni tushuntirdim. Endi qaranglar, shablon videoda filtr degan narsa bor. Misol uchun qarang. Biz devorlar chizdik, to'g'ri? Misol uchun bu betonniy devor edi, bu gazoblok edi. Endi biz xuddi shu обмерный planimizda buni qanaqa qilib ajratsak bo'ladi? Misol uchun bu devorni ustiga yezaman. Bu наружный beton, to'g'rimi? Bu bo'lsa, shu gazoblok turibdi. Endi shuni biz ikkosini ajratib olishimiz kerak bir-biridan. Buni qanaqa qilib ajratib olamiz? Hop, unga kiraman, обмерный planga. Mana bu joyda filtr degan joy bor, mana filtr. Filtrga kirib turib, misol uchun изменить создать qilamiz, ya'ni yangi filtr yasab olamiz. Keyin yasaganimizdan keyin filtrni vazifasini tushuntirib beraman. Создать, misol uchun betonная stена deb olishimiz kerak buni. Betonная stena. OK qilaman. Hop, betonная stena degan filtr yasamoqchisan dedi mana bu tomonda. Hop, endi Revit so'rayapti. Hop, betonная stena degan narsa filtring qaysi kategoriyaga ta'sir qilishi kerak, ya'ni qaysi turdagi semeystvalarga ta'sir qilishi kerak deyapti. Biz devorlarga ta'sir qilishi kerak. Biz devorga oid narsa yasayapmiz deb Revitga aytishimiz kerak. Hop, buni ham tushundim. Devorga oid narsa yasayapsan ekan, betonная stena bo'lyapti nomi. Endi u bunaqa kategoriyalar bo'yicha devorlarni bir-biridan ajratadi deyapti. Ya'ni filtr degani shu qaysidir elementni ajratib turib, bizga o'sha ko'rinishlarimizni sozlab beradi. Misol uchun stena degan narsani tanladik. Endi qara, mana stena bo'yicha ketyapsan deyapti. Hop, endi qarang. Stenani boshqalardan ajratib olish uchun nimasidan ajratib olsak bo'ladi?
Misol описаниясini ajratib olsak bo'ladi. Описание deymiz. Hop, равно deb turamiz. Mana bu joyda betonная stена deb yozamiz. Hozir 99% odam 99% lar tushunmayotgan bo'lishlari mumkin. To'g'ri, chunki filtrlar oson mavzu emas buni. Hozir tushuntirib beraman nima bo'layotganini. Betonная stena. Tushunmayotgan bo'lsanglar bu okey. Tushunayotgan bo'lsanglar вообще zo'r. Sizlardan nimadir chiqadi. Hop, qaranglar. Betonная stena. Buni bundoq qilib tanlayman. Ctrl C qilib turib, Ctrl C qilib, bu yerga saqlanib qilib olaman. Hop, qarang. OK qilaman. Keyin bizni mana bu joyda chiqmaydi. Chunki qo'shish kerak. Добавить qilib turib qo'shamiz. Misol uchun betonная stena deb qo'shamiz. OK qilib turamiz. Hozir shunda turib tursin. OK qilamiz. Hop, qarang, endi bizda betonная stena mana to'g'rimi? Hop, mana bu betonная stena ushlab turib изменить tip qilamiz. Mana bu joyda описание degan narsa bor. Описаниesiga shuni Ctrl V qilib turib betonная stenani boya filtrdan saqlanib qo'ygan narsamizni qo'yamiz. Hop, OK deyman. Hozir hech narsa o'zgarib ketmadi, to'g'rimi? Endi o'zgaradi. Hop, qarang. Betonная stenani mana bu shtrixovkasi boshqacharoq bo'lsin deymiz. Kiramiz. Yana filtrga kiramiz. Endi qarang. Biz betonная stenani alohida belgilab oldik va ichiga kirsak, hozir misol uchun изменить sozdать qilib ichiga kirsak, hop, stenalar kategoriyasiga kiruvchi betonная stena, описаниесida betonная stena degan yozuv bor devori deyapmiz. Secheniyasini, shtrixovkasini, hozir примерно bunaqa qilib berib tur deymiz hozir. Tushuntirish uchun qilyapman. Hop, bu передний degani передний oldi chiziqlari qanaqa bo'lishi, bu задний fon orqa foni qanaqa bo'lishi. Hop, qilamiz. OK qilamiz. OK. OK qilamiz. Va ko'rdinglarmi? Faqatgina shunga ta'sir qildi. Manbalarga ta'sir qilmadi. Nimaga desanglar, chunki filtrda biz aytgandikki, faqatgina betonная stena degan yozuvi bor devorni o'zgartirasan, biz qilganimizdagi qilib berasan degandik. Hop, ya'ni endi bu devor rangi shunaqa olib ketdimi desangiz, yo'q, bunaqa olib ketmadi. Bu просто mana shu video uchun shunaqa ko'rinadi xolos. Ya'ni siz sariq ochki taqsangiz qanaqa bo'ladi? Butun dunyo ko'zga sariq ko'ringan bilan, lekin dunyo o'zini rangida qoladi. Xuddi shunaqa filtrlar ochkiga o'xshaydi. Ya'ni faqat shu bitta video uchun ko'rinishlar turini o'zgartirib beradi. Xuddi sariq ochkidaqa. Faqat siz uchun shunaqa ko'rinadi, lekin aslida suv ko'k bo'lib qolaveradi siz sariq ko'rganingiz bilan. Bu elementlarning rangi o'zgarib ketmaydi. Faqatgina shu videomizda rang o'zgaradi. Keyingi darsimizda sizlar bilan bu uchun ham, salon uchun ham, boshqa devorlar uchun ham shtrixovkalar yasab, o'sha обменный planimizni listga olib o'tamiz. Shu bilan обменный plan tugatadi. Keyin nasib qilsa undan keyingi darsdan montaj planlarini o'tamiz, xudo xolasa. Bugunga shular. Keyingi darsda ko'rishguncha.